Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun bu kotelimizni teplobmennikini yuvishga keldik. Lekin yuvganimiz bilan ham o'zgarish bo'ldi. Kotel qaynab ketayotgan edi. Qaynab ketishini oldini oldik, lekin bu kotelni mana bu sensoriga вообще tushunib bo'lmadi. Buni menyulari ham primat qilmayapti. Mana bunaqa sensorni. Короче, bunda nima qanaqa holat bo'lyapti? Bunda bo'layotgan muammo 60 gradusgacha qizib, keyin o'chib, где-то bir 30-40 gradus, 30 graduslar, где-то bir 25 graduslar razisa bilan yonyapti-da. O'sha yongunicha nasos ham bitta o'chib yonyapti. Shu nasos o'chib yongani uchun oxirgi batareyaga, radiatorga, ya'ni issiqlik bormayapti. Hozir endi kotelni o'zi sosteniyasi yaxshi, menyusiga tushunib bo'lmaydi. O'zi bizni shaharchada ham buni menyusiga tushunadigan odam buni kitobchasida ham hech qayerda topmadim. Hozir bitta решение topdim. Faqatgina nasosni to'xtamay ishlab turishini ta'minlash kerak bu yerda. Bu yerda sirkulyatsiya постоянно bo'lib tursa, ana kotel qanaqa holatda ishlasa ham oxirgi radiatorga issiqlik boradi. Mana ko'rganingizdek, nasosni прямой qildim. Hozir buni прямой qilib tokka ulab qo'yaman. Bo'ldi. Ishlab turaveradi. Kotel o'zi o'chib, o'zi yonib, o'zi o'chib, o'zi yonib, o'zining funksiyasini bajaraveradi. Nimaga desa, buni menyusi juda сложный ekan. Boshqa men buni yechimini topmadim. Bu minimalkiga tushib o'chadi. O'chgandan keyin nima ventilyator ozgincha ishlab turadi, keyin nasos ozgincha ishlab turadi, o'chib qolyapti-da. Ana o'sha payti sirkulyatsiya bo'lmaydi. Sirkulyatsiya bo'lmasa, teplobmennik sovimaydi. Ya'ni mana bu datchik sovimaydi, miyaga buyruq sovudi deb bermaydi. Nimaga desa, sovimayapti, obratkadan sovuq suv kelmayapti. O'shani hisobiga kotel ko'proq vaqt dam olyapti-da. Shuning uchun endi nasosni прямой qilsak, xudo xohlasa cho'kka bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, opisaniyada telefon nomerimni qoldiraman. Xizmatlar butun Xorazm bo'ylab.